Siz hech kimga qiziq emassiz. Nimaga? Bu shunchaki zamon haqiqati. Hozirgi kunda hattoki er-xotinlar ham bir-biri bilan gaplashib o'tirishdan ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda telefonga qarab o'tirishni ko'proq tanlashadi. Nima uchun? Keling tasavvur qilamiz. Bir insonga siz bilan gaplashib o'tirish yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'tirish tanlovini beradigan bo'lsak, u tabiiy ravishda ijtimoiy tarmoqlarni tanlashi ehtimoli juda ham katta. Xo'sh, nima uchun? Bu yerda unga chiroyli musiqa, chiroyli kadrlar, qiziqarli syujet liniyalarni taklif qilishmoqda. Siz bilan gaplashib o'tirish esa unga faqatgina sizdan bir xil yuzingizni va monoton ohangingizni eshitishni beradi. Hozirning o'zida men sizga Instagram bilan raqobatbardosh suhbatdoshga aylanishning asosiy sirini aytib o'taman. Buning uchun ham pastga, ham yuqori registrda gapirishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Gaplaringizning kirish qismlarini va asosiy kalit nuqtagacha olib kelinish qismlarini har doim ingichka ovozda bering. Bu intrigani ushlab turishga yordam beradi va eng qiymatli, eng qiziqarli ma'lumotlarni doim pastga registrda taqdim eting. Bu tomoshabinning e'tiborini ushlab turishingizga yordam beradi va berayotgan ma'lumotingizni u eslab qolishi osonroq bo'ladi. Notiqlik, nutq haqidagi undan ham zo'r ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Nodir Nuriddinov Instagram sahifasiga obuna bo'ling. Hali eng qiziqarlilari oldinda. Millenga degan gapni eshitmoqchi emasmisiz? Unda quyidagi xatoni takrorlamang. Anaqa qilish kerakmi? Unaqa qilingmi? Holatida tomoqqa bosim berib gapiradigan bo'lsangiz, avtomatik ravishda tinglovchini o'zingizdan uzoqlashtirasiz. Va oddiy tushuntiradigan bo'lsam, xalq ta'birida adalжение bilan gapirayotgandek eshitilaverasiz. Undan ham yomon holat. Agar mana shunday gapirishda davom etadigan bo'lsangiz, sizni mashinistdek qabul qilishlari ham mumkin. Nimaga? Chunki har qanday gapni mana bunday gapirishingiz oqibatida har qanday gapingizni katta ikkilanish bilan qabul qiladi odamlar. Qanaqa to'g'rilashni o'rgatishim kerakmi endi? Buning uchun eng zo'r mashqni aytaman. Bir hafta davomida har kuni kamida 10 daqiqa takrorlaydigan bo'lsangiz, aniq bu muammodan qutulasiz. Buning uchun yopiq og'iz bilan iloji boricha maza qilib eslashingiz kerak. Holatida ko'p takrorlayverasiz va kamida 10 daqiqa. Natijasini albatta kommentariyada yozib qoldiring. Undan ham zo'r layfhaklarni bilmoqchimisiz? Unda Nodir Nuriddinov akkauntiga obuna bo'ling. Notiqlikning eng zo'r sirlari hali oldinda. Yangi ishxonada o'zimni tanishtirishim kerak. Gapni nimadan boshlashni bilmayman. Hozir sizga tanishtiruvning oltin qoidalarini aytib o'taman. Birinchi navbatda hamma ko'p yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatoni takrorlamang, ya'ni ortiqcha ma'lumot berish. O'zingiz haqingizda qancha ortiqcha ko'p ma'lumot beradigan bo'lsangiz, shunchalik o'zingizni kadr sifatida qiymatingizni tushirib qo'yishingiz mumkin. Buni oldini olish uchun top 3likdan foydalanasiz. Birinchi navbatda faqatgina ism-sharifingizni, mutaxassisligingiz, ya'ni nima bilan shug'ullanishingizni aytasiz va 3-qadamda tegilayotgan insonlarga qanday foydangiz tegishini aytib o'tasiz. Misol uchun, men Nodir Nuriddinov, xalqaro litsenziyalangan psixologik diplomga ega ovoz va nutq murabbiyiman. Sizga ovozingizni, talaffuzingizni va umuman nutqingizni rivojlantirishga yordam bera olaman. Bu orqali esa sizni ta'sir doirangiz va kuchingiz oshib boradi.